Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Mehribonlik uyida ulg'aygan, yosh bo'lishiga qaramasdan singlisini turmushga uzatgan, ukasini o'qitayotgan va bir kun kelib ukasiga uy olib berishni niyat qilgan yosh aktrisa Zarina Yo'ldasheva kuni kecha 25 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan Zarina Yo'ldashevaning hayot yo'llarini yoritib beramiz. Asli sirdaryolik bo'lgan, ota-onasidan erta ayrilib, mehribonlik uyida ulg'aygan sobiq raqqosa, aktrisa Zarina Yo'ldasheva 2000-yil 2-iyunda Sirdaryoda tavallud topgan. Otasi 30 yoshida bu yorug' olamni tark etgan. Onasi esa 32 yoshida bu olamni tark etgan. Buvisining qo'lida qolgan nabiralar hayot qiyinchiliklariga duch kelganligi sababli mehribonlik uyida ta'lim olishiga to'g'ri keladi. Keyinchalik Zarina Yo'ldasheva xoreografiya institutiga o'qishga kiradi. Singlisi va ukasiga o'zi mehribonlik qiladi. Xonanda Yulduz Usmonovaning konsertiga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Zarina Yo'ldasheva Yulduz Usmonovaning e'tiboriga tushadi va Yulduz Usmonova uni yakkaxon raqs ijro etishini aytadi. Bir kun Zarina Yo'ldashevaga bir inson telefon qilib, zudlik bilan klipda suratga tushishi kerak ekanligini aytadi. Ammo men aktrisa emasman deya Zarina Yo'ldasheva qarshilik bildiradi. Klipda bir o'zingizni sinab ko'ring degan taklifdan so'ng Zarina Yo'ldasheva klipda suratga tushadi va u barchaning e'tibori markaziga tushadi va hozirgi kunda ham bir necha filmlarda rol ijro etmoqda. Zarina Yo'ldashevaning singlisi bo'lib, u singlimni turmushga berib, ukamga uy olmagunimcha turmushga chiqmayman degan qarorida sodiq qolib, singlisini to'y hasham qilib turmushga bergan. Ukasini o'qitmoqda. Bir kun kelib ukasiga shahar markazidan uy olib berish niyati ham bor. Yoshligida qiyinchilikda ulg'aygan Zarina Yo'ldasheva singlisiga va ukasiga juda mehribon opadir. Hozirgi kunda aktrisa qizg'in ijod bilan band. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.